Assalomu alaykum. YouTube kanalimizda barcha bizni kuzatib turganlarga xudo xolasa bugun 1-dekabr bo'lishiga qaramasdan, kech bo'lishiga qaramasdan universal drabilkalarimiz hamda ekonom pechkalarimiz. Bu yoqda kraskali varianti, bu yoqda kraskasiz varianti. Qalin uchlik lista bo'lgan bularimiz. Apparatlarimiz 6,5 kW 3,5 obort. Misal-motkalik universal drabilka bo'ladi. Tishlari 20 talik. Mahaviy bilan qo'yilgan tishlari xudo xolasa zavodskiy mahaviy bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Xo'p, bularimiz zavodskiy mahaviy bo'ladi, malatkoviy hamda kombaynda segment tishidan qo'yilgan. Shunday. Orqalarida to'kirsa-degan datchigi avtomat zashitalari, ochilib yopilishlari ayniqsa kurchokda bo'lgan. Shundoq kurchok bilan ochilib yopiladi. Kimga shunaqangi universal drabilkalarimiz hamda ekonom pechkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqasi qilasizlar, xudo xolasa. Sifatli qilib dastavkalarni tez qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Xo'p, universal drabilkalarimizni materiali xo'p, mana bunaqangi qalin stenkalik turboga qilingan bo'ladi mana. 0,8 tenga turbo bo'ladi bu. Haqiqiy turbo, egilmagan, qo'lda qilinmagan. Tepalari ham xudo xolasa yaxshi qalin materialdan qilingan. Salga egilib ketmaydi, bukilib ketmaydi yoki teshilib qolmaydi. Ekonom pechkalarimiz qalin o'sha doimgi chiqar ekan naqamiz uchlik lista bo'lgan, xudo xolasa xizmat qilib beradi. Ko'p joyda faqat mana yerini o'zi uchlik list bo'lsa, bizda xudo xolasa qopqoqlarigacha, og'zilarigacha hamma yoq uchlik lista bo'lgan, hattoki tay qismlari ham uchlik lista bo'lgan. Bu yerlari ham. Orqalarida kattagina tapchani bor, xudo xolasa chaynak, paqir nima qo'ysa o'rnashaveradi. Bu yoqda kraskali varianti, bu yoqda kraskasiz variant. Zaka do'pkalarimiz ham doimlik o'sha qalin uchlik lista bo'lgan bular. Kimga shunaqangi universal drabilkalarimiz hamda ekonom pechkalarimizdan kerak bo'lsa, bemalol aloqasi qiling. Ishlayni sifatli qilib, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Xudo xolasa hozir shopirimiz yo'lda kelyapti. Dastavka qilib bugun chiqarib boramiz.